Ayolimga sizga o'xshagan erkaklar yoqadi. Voy, tushunmadimmi? Turgan mashinani ham kelib urasanmi? Sen ko'zing qatta edi, qara nima qilganingni? Jahlingiz chiqsa yomon chiroyli bo'lib ketarkansiz. Bunaqa deskilashmang, qildirib beraman. Kerak bo'lsa yangisini olib beraman. Turgan mashinani urganingizdan keyin qildirib berasiz-ku. To'g'ri tushuning, men atalab qilganim yo'q. Yuring ustamga yengidek qildirib beraman. Maqsadga o't, nima ishim bor edi? Oka, bilasiz, ziyoli oiladanman. Oilaviy tema. Bu masalani sizdan boshqa hech kim hal qila olmaydi. Shunga maqsadga o'taman. Turmushim o'xshamagan. Ayolim qarindosh urug'imni oldi, sharmanda qilib ketdi. O'chim bor. O'chim olishim kerak. Tushunaman unaqa narsalarni. Qimmatga tushasan lekin ukam. Oka, puldan muammo yo'q. Sha'nim haqida gap ketyapti. Menga intim videolarini chiqarib bersangiz, sharmandasini chiqarib o'zimni oqlab olardim. Men aytgancha, sizda katta imkoniyatingiz bor. Ayolimga sizga o'xshagan erkaklar yoqadi. Bilamiz ukam. Ketdi. Sen bilan 3 oydan beri gaplashib yurimiz. Men sen bilan hazillashganim yo'q. Meni niyatim senga jiddiy. Menga turmushga chiqishga rozimisan?